Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan yili DT imtihoni tushgan mana bu misol yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, to'rtburchakli uchburchak ichiga chorak aylana ichki chizilgan va bizdan to'rtburchakli uchburchak yuzi so'ralyapti. Endi uni qanday topamiz? Birinchidan o'rtoqlar, mana bu to'rtburchak uchidan aylana uringan joyiga kesma tortamiz. Bilasizlar, u har doim 90 gradusda boradi va 90 gradusda boradida bu aylananing radiusiga teng bo'ladi. Radius hozir mana bu joy, bilasizlar. Aylananing ixtiyoriy nuqtasigacha, markazdan, bu markaz. Shunda bu joy 3 bo'lsa, aylana radiusi ham bu degani 3 degani o'rtoqlar. 3 bo'ldi. Endi bu gipotenuzaga tushgan balandlik rolida ham turibdi. Endi birinchidan biz hozir mana bu kesma topa olamiz uzunligi. Nimaga? Chunki to'rtburchak uchburchak bo'lyapti. Mana bu yerda gipotenuza bu qoldi, bu yer 6, mana bu katet, bu katetni x deb qo'yaman qani. X ni kvadratiga 3 ni kvadratini qo'shadigan bo'lsam, 6 ning kvadrati chiqishi kerak. Bilasizlar, 36, 36 dan 3 ketsa 27 qoladi. Ya'ni x'imiz 3 ildiz osti 3 ekan. Eslab qoldik. Endi mana bu joyni men y deb turaman-da. Bizda qoida bor-da, to'rtburchak uchburchakda gipotenuzaga tushgan balandlikni topish uchun mana bu ikkita proyeksiya deyilardi. Mana shu ikkita kesmachani bir-biriga ko'paytirib kvadrat ildizdan chiqarish kerak. Esinglarda qolsin. Demak, bu to'rtburchakli uchburchak mavzusida o'tilgan. Gipotenuzaga balandlik tushib, ikkita kesmaga ajratadigan bo'lsa, balandlik topish uchun o'sha ikkita kesmani ko'paytirib ildizdan chiqarib yuborar edik. Bu yerda ham xuddi shunday ish qilamiz. Demak, 3 teng bo'ladi, balandlik bizda 3. Ildiz ostida x ko'paytirib 2. Kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak, ikkala tomon 9 teng bo'ladi. Bu ildizdan chiqib ketadi. X joyiga 3 ildiz osti 3 qo'yamiz, ko'paytirib y. Bo'lish bo'lib o'tsa, y chiqadi. 9 bilan 3 qisqaradi. 3 taqsim ildiz osti 3. Irratsionallikdan qutqarsak, surat mahraji ildiz osti 3 ko'paytiramiz-ku. Shular qisqaradida ildiz osti 3 bo'lib qoladi. Demak, y'imiz ildiz osti 3 ekan. X'imiz 3 ildiz osti 3. Shunda gipotenuzamiz jami ikkalasini yig'indisi 3 ildiz osti 3 ga bitta ildiz osti 3 ni qo'shamiz. 4 ildiz osti 3 bo'larkan, eslab qolasizlar. Gipotenuza 4 ildiz osti 3 bo'ldimi? Uchburchak yuzini topish uchun asos va unga tushgan balandlikni ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni 4 ildiz osti 3 ko'paytiruv 3 bo'lingan 2. 4 bilan 2 qisqaradi 2, 3 ga ko'paytirilsa, demak, uchburchakning yuzi 6 ildiz osti 3 bo'lar ekan. Birinchidan chorak aylana, mana bu markaz, aylanagacha bo'lgan masofa bu radius deyiladi. Mana bu masofa ham radius deyiladi. O'shandan keyin Pifagor qo'lladik, keyin to'rtburchak uchburchak balandligini topishni qo'lladik va javob chiqdi. Tushunarli bo'lgan umidamiz. Bu videoni yaqinda DT imtihon topshirgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.